bo'lgay xumoyman asli hurmati bunda o'zim arg'ayman bunda o'zim qarg'asin aning do'stim mening bunda o'zim qarg'asin aning duosi mening kechdan ham sog'inch yomon bo'lar ekan tegmasdan yuragi qaltirar ekan yaxshi kunda hamma yo'qlab kelar ekan sizdan bo'lak kimim bor yaqinlari aka uka aziz opa singillarim deydilarki azizlarim mehr ko'zda dil intizor ekan hardam shirin so'zga umr tilab qo'shiq yozdim sizga sizdan bo'lak kimim bor yaqinlarim aka uka aziz opa singillarim umr tilab qo'shiq yozdim sizga sizdan bo'lak kimim bor yaqinlarim aka uka aziz opa singillarim Ayrıksa sevgilim sözlerim şeklim dilimden düşmez hiç kuyum senden ayırga saçayım güllerim gelirim insan mutfakta İşlemese olmaydı. Oylu var gerek. Aile kimse böyle de Tamam, kısmet de. Aile oyunu götürüyor. Saçlarını arasına araştım İki kaman kuşlarını cirasına araştım Uzun saçlarını arasına araştım İki kaman kuşlarını cirasına araştım Umidvar bo'ldi ko'ngil usaling lazzatiga ammo hijronning jabru jafosida adashdim ish sahrosini kezibdan sari izladim dildor topolmay ko'z yoshlarim daryosida adashdim Uzun saçlarını qarasida adashdim İki kaman qoshlari jirasida adashdim İki kaman qoshlari jirasida adashdim Adashganim bo'ldiroz umrimdan ketdi yoz Adashganim bo'ldiroz umrimdan ketdi
yoz Xor yoshlikni tuzolmas xatosida adashdim Xor yoshlikni tuzolmas xatosida adashdim Uçmadı şimdi yadin hayalim göz gözüden Uçmadı şimdi yadin hayalim göz gözüden Seni izle buzguyar simasına daştım Seni izle buzguyar simasına daştım Saçlarını karasına araştım İki kemal kaşlarıyla karasına araştım İki kemal kaşlarıyla karasına araştım İki kemal kaşlarıyla karasına Sevgen yayınlar otur Men hakkımda o'ylaydilar mı? Sevgen yayınlar otur Men hakkımda o'ylaydilar mı? Yoshlikdagi sevgimizni kimlargadir so'ylaydilarmi? Yoshlikdagi sevgimizni kimlargadir so'ylaydilarmi? Shunda jonim fidodim ey go'zal so'zlaring asal sensiz menga o'lmabsan qoshlaring kaman baxtimga bo'laman bilsang hijron o'limdan yomon ey go'zal so'zlaring asal sensiz menga o'lmabsan qoshlaring kaman baxtimga bo'laman bilsang hijron o'limdan yomon güzel sözlerin asal sensiz menga o'lmabsan qoshlaring kaman baxtimga bo'laman bilsang hijron o'limdan yomon ey güzel sözlerin asal sensiz menga o'lmabsan qoshlaring kaman baxtimga bo'laman bilsang hijron o'limdan yomon bilsang hijron o'limdan yomon mana bugun 26-maktab o'quvchilarining 20 yillik yubiley to'yi ekan. Albatta mana shu yerda 82-yil tug'ilgan o'g'il qizlarimiz bugun bayramni o'tkazayotgan ekan. Mana shu bayramlaringiz muborak bo'lsin.
hammangizni mana shu bunda 20 yillikda 5 baravarlar o'tkazingizlar. Albatta hammangiz oilali, farzandlisiz. Farzandlar boshiga omon bo'ling. Qo'shqaringizni qo'sha qaring. Mana shu paytgacha albatta bunda 20 yillik, 15 yillik ko'p o'tib kelyapti. Yaqinda mana bizlar mana shu xonadonga To'rabon xonadoniga 45 yillik o'tkazdik. Mana 20 yil deyapsan, 20 yillikda usul maktab o'tkazdik. 20 yillikda sinfdosh bir-birini ko'rmagani bor ekan. Kecha 45 yil kelsa 45 yilga bitta ayol ko'rmagan ekan sinfdoshlar. Sizlarga shunday bo'lyapti? Bu g'animat, eslashlar. 45 yilga ko'rmak. Anavi sinfdoshimiz Chimda turadi, Zuhra opa deydi, Ahmad Suvchin opasi. Kelyapti. Men ariq qilgan edim, men berib ketganman. Ziyod domilla o'pib to'malag'at arlab ketgan. Va shu Eshmasayat degan domilla hozir ham bor. Mana shu xolar domillalar bilan ishlaydi, hozir ham bor, biz ustoz bo'ladi. Mana shu domillarda shu 45 yillikka kelgandan keyin shu yig'lab o'g'il qizlar quchoqlashib ko'rishdi. Bu nima degani? Ko'p ko'rmagandan keyin mehr ochadi. Mehrni sog'lab. Masalan 20 yilliklarni biz ko'rdik, biz 20 yillik o'tkazganmiz, 30 yillikda, 45 yillikda, yetib nasib 5 yildan keyin 50 yillik o'tkazmoqchimiz. Mana shunday niyatlaring bizga o'xshab oshaversin. 100 ga kiringlar, 100 yillikka kiringlar, 1000 ga kiringlar, bolalarga qo'shaqaringlar. Bugungi tadbir albatta 20 yillik bo'ladigan bo'lsa, shu bayram bilan sizlar tabriklaymiz. Hammangiz chiroyli bayram. Mana chiroyli o'tkazish uchun nima qilish kerak? Ha? Xotin qizlar ham, yigitlar ham yaxshi harakat qilish kerak. Yigitlardan rais chiqmasa, xotinlar rais chiqmaydi. Shoir. She'rda menimcha 10 yilgacha she'rni menga yodlagansiz. Ha? Bitta rais tanlanglar. Men endi shu uchun shu davraga chiqdim. Domillar yo'q gapirdim, men shu davrani ochib berdim, bitta rais qo'yib dedim. Ya namoz bo'lsa kim bo'ladi? Namozmi? Aha! Zayniddin Norboy emas u. Ikkita ot bor edi. Ha, yaxshi kunlari ko'p bo'laversin. Bunday tadbirlarda, bunday bayramlar o'tkazish uchun harakat qilish kerak. Har qanday sinib 20 yillik, 15 yillik qila olmaydi. Joni bor, harakati bor. O'g'il qizlar bir-biri bilan birligib shu qilaylik degan inson qiladi. Shuning uchun mana omaddan tilaymiz. Mana 20 yillik bo'lsa, 30 yillik, 40 yillik, 45 yilliklar qilaveringlar. Yaxshi kunlar ko'p bo'laversin. Bayramlar bilan tabriklayman. Albatta navbatdagi so'z ham davrani olib boradi. Ham chiroyli so'z bilan tabriklab berasiz sirdoshlarini. Zayniddin bitta oti, Norboyjon ikkita oti, Yo'ldoshga navbatdasiz. Marhaba. Hassana bo'lsin. Ikkita ot kim qo'ygansiz o'zi? Sabr qo'yganmi, chorba qo'yganmi? Rahmat ustoz, assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, ustozlar. Mana bugun 20 yilliklar uchun qatdan bor qilaman sizlarni. Doim sog' bo'linglar. Nasib bo'lsa 20 yillik, 40 yillik, 60 yillik, Xudo xolasa 80-100 yillik ham qilaveraylik nasib bo'lsa, Xudo xolasa. Nima bo'ladi endi? Men she'r yozganim yo'q edim. She'r aytaysam. Shunga bitta buyuramiz sindoshlarga. Sindoshlar, qizlar kelibdi mana xush kelibsizlar, qizlar sindoshlarga. Ustozlar kelib turibdi, ustozlarga rahmat, xush kelibsizlar deymiz. Doim sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Sizlarga nasib bo'lsa Sayyor opaga beramiz. Bir 4 so'z gapiring. O'tirasiz, iltimos keling bu yoqqa. Ana, chiroyli so'z berib. Kim bor qarshi o'zini bo'lib parkazdan kelsangiz, sindoshimiz, do'stimiz. Yangi men aytgan aziz mehmon, uzoqdan kelgan mehmonda. Ha? Ana shunday. Ko'pni ko'rgan davra deydi. Chiroyli she'r bilan bo'lsa. She'rni ham bilasan, hammasini bilasan. Ishingga sig'iladi bu. Assalomu alaykum aziz ustozlar hamda sinfdoshlar. Mana bugun 20 yillikni nishonlayotgan ekanmiz. Avvalambor hammalaringizga rahmat. Mana shunday 20 yilliklarni tashkillashtirib, sinfdoshlarimni, ustozlarni yig'ib, davra qilganlarga ham rahmat. Sinfdoshimiz aytganda 20 yillik, 40 yillik, 45 yilliklarni nishonlab yuraylik.
sog' bo'laylik, salomat bo'laylik. Rahmat. Rahmat, Sayroxon. Sizlarga nima bo'lsin? Mana endi Xudo xolasa sinfdosh yigitlardan suhbatini qo'yib, Rajab aka o'tiribdi. Rajab aka bir siz yaxshi tilak eshitsak. Bir zamonlar 5 yillik qamizda bu odam rais bo'lmoqchi edi. Mana bugun rais bo'lish nasib qilyapti. Keling oshna Rajabjon. Keling qani bir chiroyli tilak bildirasiz boshqa do'stlarga. Mana shu yerda yashang. Chiroyli she'ri bilan o'zi, she'ri bilan. Assalomu alaykum aziz ustozlar, aziz sinfdoshlar. Sizlarni ko'rib turganingizdan hammamiz xursandmiz. Bugun bu yig'ilishimizning sababi mana shu maktab 26-chi Umidjon maktabni bitirganimizga 20 yil bo'ldi xudo xolasa. Davom etgandek 40 yillik, 45 yillik, 50 yilliklarni qilib yurish hammamizga nasib qilsin. Shu kelganlarga, hammalariga hurmat qilib kelganlarga kattakon rahmat. Domla ustozlarimizga, Sherali domla, G'oyib domla, mana shu Rasulov Ziyod domlalarga, Shokir domlalarga kattakon rahmat aytamiz. Shu hurmat qilib, bizga hurmat qilib kelganlari uchun hammalaringizga kattakon rahmat. O'yin kulgi hali davom etadi, xudo xolasa kechgacha. Hamma 6gacha, 7gacha o'tiradi. Rahmat, rais bo'l. Rahmat, do'stim Rajabjon, doim sog' bo'ling. Xudo xolasa aytdim-ku 40 yil, 60 yil nasib hammamizga. Mana endi aziz mehmonlarimiz bo'lgan ustozimiz G'ayib aka, G'ayib bu domlamiz Abdurahmon beramiz. G'ayib domla kelasiz bir taklaringiz, chiroyli taklaringizni sinfdoshlarga muntazir qilsangiz. Keling domla ustoz. Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Mana bugun 20 yilligini nishonlayapsizlar. Mana 30 yil, 40 yil, 50 yil shunday nishonlab, to 100 yilligini ham nishonlanglar. Bizlar ham qatnashaveraylik. Mana hozir sizlar sinovda o'quvchilar edinglar. Mana hozir katta ona, katta ota bo'ldilaring. Yana 5-6 yil, 10 yildan keyin katta bobo, katta momo bo'linglar. Osmonimiz musaffo bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, vatanimiz farovon bo'lsin, dasturxonimiz to'kin sochin bo'lsin. Hammalaring, ullaring, qizlaring ko'p bo'lsin. Yaxshi joylar bilan xudo bo'linglar, uylantiringlar. Boshlaring to'ydan arimasin. Hammalaring xonadonlaringda qut baraka arimasin. Bu o'tirishlaring davomli bo'lsin. Ustoz, rahmat. Doim sog' bo'ling, baxtimizga. Keyin bo'ladi. Qatarda hammalardan chiqsin. Endi Erkinjon sizdan chiroyli qo'shiqlar nima qilamiz? Chiroyli qo'shiqlar qo'yib biz sinfdoshlarda o'yinga hammalarini. O'yin, to'liq o'yin misol. O'yin. Hammasi. Barligidan beridarak Qo'ygin yarim jonim yurma deydirak Kel bag'rimga yo'lingda qilma halak Kel bag'rimga yo'lingda qilma halak
yüreğine yıldıraz Aşk derken yüreğine yıldıraz Hey! Resmesine oynatıyor Manzar kiratıyor Resmesine oynatıyor Manzar kiratıyor Hey! Resmesine oynatıyor Manzar kiratıyor Resmesine oynatıyor Manzar kiratıyor Hey! Manzar kiratıyor Hey! Ağrısınca bakamam, yüreğimden yakamam Nazikine kuluna şakıllatıp bakamam Ben aşkı yolunda zar hayran bakamam Eskisine oynatıyor, manzar kiratıyor Eskisine oynatıyor, manzar kiratıyor Hey ya hey, hop, hadi bir şey bakalım ha güzel yüzü, bu çanakkala güzü Haydar güzel yüzü, bu çanakkala güzü Meyvasine varmasa yanıma gelen kızı Meyvasine gelmese yanıma gelen kızı Canıma gelen kızı, yanıma gelen kızı Leylum leylum sana boynum boynum Yalahan yalahan çırılan yılım yalahan Gel leylum leylum sana boynum boynum Yalahan yalahan çırılan yılım yalahan Hay! Hadi senin başarılı şarjınız hey! Hop! O'zi bir kichkinadir hadi canım turadi O'zi bir kichkinadir hadi canım turadi Kipriye kaşlar yok bizde de hanım turadi Kipriye kaşlar yok bizde de hanım turadi Boy 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 aman ay boy boy aman ay gelin gelin hey gel leylum leylum sana boynum boynum gel hanım çırlar gülüm gel hanım gel leylum leylum sana boynum boynum gel hanım çırlar gülüm gel hanım hey O'zi bir kichkinadir hadi canım turadir O'zi bir kichkinadir hadi canım turadir Kipriye kaşlar yok bizde de hanım turadir Kipriye kaşlar yok bizde de hanım turadir Boy 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 aman ay boy boy aman ay gelin gelin hey gel leylum leylum sana boynum boynum gel hanım çırılan gülüm gel hanım gel leylum leylum sana boynum boynum gel hanım çırılan gülüm gel hanım hey hey hadi bu şey hey
çıkanda gel Arka saç kemere yine çıkanda gel Hey! Soğukilerin mordan, mor verenlerden Soğukilerin mordan, mor verenlerden Eker yine yaylansın, kakiliğini tardan Eker yine yaylansın, kakiliğini tardan Alma çıkanda gel, yine çıkanda gel Alma çıkanda gel, yine çıkanda gel Arka saç cemale, yine çıkanda gel Arka saç cemale, yine çıkanda gel Soğukilerde arkadaşlar, Ruma alıştı başkan Soğukilerde arkadaşlar, Ruma alıştı başkan Eke yine yaylansın, kayrılma kalan başkan Eke yine yaylansın, kayrılma kalan başkan Allah şükende gel, yine şükende gel Allah şükende gel, yine şükende gel Arka saç cemale, yine şükende gel Arka saç cemale, yine şükende gel Karalardan şuralardan Karasıdan şuralardan Hey hey Durmayı aşığın yüzün Aşığı kalsa bulmaz Yürek bağlı giymese Bir huda yansa bulmaz Sana da bir yurt içine Yanlış geçansa bulmaz Çıkın çıktı yürekken Çıkarıp olsa bulmaz Söyle bana iyi senin Kimini sever yarısın Ana göz boyu Bana göz boyu Ana göz gel bana Bana göz gel bana Koyma burayken Sırtımızı tanıdığına Kanınsımız süreke İçin altmış damırdan Dokuz ordu süreke Söyle bana iyi sen Kimlisi var yarı sen Ana göz boyu Ana göz boyu Ana göz gel bana